IELTS Free Seat egasi sifatida 7,5 ball natijani qo'lga kiritdim. Siz ham 7,5 oldingizmi? Ha, sizda-chi? Men ham. Keling unda gaplashamiz. Ismim Shahzod, sizniki-chi? Ismim Jahongir, yoshim 17 da. Men ham siz kabi Imperial Akademiyada o'qib, 7,5 olganman. Siz kimda o'qigansiz? Imperialni Texnopark filialidagi missiya va advanced guruhlarda o'qidim. O'zingizchi? Men Imperial Akademiyaning Ocean branchida injener fanning IELTS Advanced guruhida o'qiganman. IELTS sizga nima uchun kerak? Birinchi martasiga faqatgina universitetga kirishim uchun kerak bo'ldi. Ikkinchi martasida esa ishlarim uchun, o'qishlarim uchun, ya'ni kelajakda magistratura kirish uchun kerak bo'ladi. Siz uchun eng qiyin section qaysi biri va siz uni qanaqa qilib improve qila oldingiz? Men fikrimcha reading eng qiyini bo'ldi, lekin buni yengishda menga inglizcha artikel va kitoblar juda ham qo'l keldi. Imtihondan oldin mock natijalaringiz qanaqa chiqqan? Doim baland chiqqan va shuning uchun Imperial Akademiya tomonidan menga preset ham taqdim qilingan. Jahongir, sizda qaysi section eng yuqorisi bo'lgan? Bu listening 8,5. Bunaqa yuqori darajaga olib chiqishning siri nimada? Ko'p praktika qilishdan tashqari, ko'p ilmiy podkastlar eshitganim tufayli listening sectionim shunaqa yuqori chiqqan deb o'ylayman. Shahzod, IELTSda yuqori ball olish yo'lida chekinmasdan oxirigacha borishingizga qanaqa faktorlar sababchi deb o'ylaysiz? Bilasizmi, endi hammasi oson. Meni hayotda bir shiorim bor. O'qiyotgan paytimizda biron bir boshqa kishi bilan raqobat qilishimiz shart emas. Shunchaki kechangi o'zingizdan yuqoriroq natijaga erishsangiz bo'ldi. Jahongir, sizga ham shunday tuyuladimi? Imperial Akademiyada o'qigan har bir student o'ziga juda ham ishonadi. Ha, to'g'ri aytasiz. Menimcha Imperial Akademiya yaratib bergan muhit har bir o'quvchini o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.